Assalomu alaykum muhtaram kuzatuvchilar, xayrli tong. Bugun sizlarni mehmonga olib boraman. Sushi time, xudo xohlasa. Ajoyib bir o'zbek xonadoniga tashrif buyuramiz. Chiroyli suhbatlar bo'ladi, kuzatib turinglar. Ko'rib turganingizdek bugun havo biroz sovuq, qish keldi, xudo xohlasa. Lekin qalbimiz iliq haroratga to'la. Shvetsiyadagi o'zbek xonadoniga bugun boramiz, xudo xohlasa. Endi mehmonga borgandan keyin hurmat bor, izzat bor. Shuning uchun mana qo'llarimni o'ynatib, xudo xohlasa, somsajonlarni tayyorladim. Mana medoviy. Har doim do'stlarimga shunaqa deb hazillashaman. Yo'q, albatta, xonim tayyorlaganlar. Qo'llar dard ko'rmasin. Ayolimizga rahmat. Xullas, qolganini xudo xohlasa mehmonga borganda ko'rasizlar. Bugun sushi time. Mahallamizda kuz manzaralari. Lekin hali ham yashillik bor. Mana shu so'qmoq bo'ylab xudo xohlasa elektropoyezdimiz tomon yo'l olamiz. Keyin metro, keyin nasib bo'lsa manzilimizga yetib olamiz. Yo'l-yo'lakay sizlarga ko'rsataman. Elektropoyezd Pendeltog shu yo'nalish bo'ylab harakatlanadi. Biz mana hozir Frimsberida biz va borishimiz kerak Stockholm City'ga. Mana tulporimiz kelyapti. Ashula bo'lardi-yu, tulpor berida egar degan. Shu manzilimizga eltadi. Mana shu elektropoyezd tez yurar Pendeltog. Bu markaziy vokzal, P-Centralen deyiladi. Shunaqa kichkina savdo shoxobchalari ham bor, qulay. Bu aslida metro stansiyalari, Pendeltog stansiyalari, o'sha 5-6 ta liniyani birlashtirgan markaziy nuqta. Masalan, mana bu yo'lni tanlasanglar, bu Pendeltogga olib boradi. Biz masalan bu yoqqa chiqamiz, ya'ni metro yo'lagiga. Shu yerdan shu yo'lovchilar o'ziga kerakli yo'nalishlarni topishadi. Juda ham ajoyib, toza, ozoda, qulay. Mana ajoyib reklama bannerlari ham bor. Metro shunaqa ko'rinishda, bu Akalla liniyasi. O'sha yuqorida aytib o'tganimdek, P-Centralen markaziy vokzalida shunaqa 3-4 ta bekatlar bor. Juda ham ajoyib. Metro mana shu yo'nalishga qarab ketadi. Bekatlar keng. Ancha-muncha yo'lovchilarni sig'dira oladi demoqchiman. Har bir bekatda mana bunaqa avtomatlashtirilgan kichik savdo burchagi bor. Marhamat, bemalol shu onlayn to'lovni amalga oshirib mahsulot xarid qilishingiz mumkin. Endi Stokgolmda ba'zi holatlarda shunaqa bo'ladiki, shu kechki soat 9-10 larda ko'p joy yopiq bo'ladi. Masalan, metroda yoki o'sha elektropoyezdda yurganingizda, masalan deylik, chanqab qolsanglar yoki qorningizda ozgina ochib qolsa, mana shu savdo avtomatlashtirilgan savdo burchagidan foydalanib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Lekin narx qimmat. Masalan, oddiy do'konlarda bu masalan Coca-Cola, mana bu Red Bull ichimligi yoki Snickerslar ancha arzon. Endi bu masalan maxsus burchak bo'lgani uchun bo'lsa kerak, narxlar qimmat. Mana nihoyat manzilimizga kelib oldik. Bu asosan shu muhojirlar yashaydigan hudud. Shvedlar juda ham kam. Endi chunki o'sha metro liniyalarini oxirgi bekatlardan bittasi. Lekin farq umuman yo'q. O'sha infratuzilma, masalan, asosan shvedlar yashaydigan joy bilan ko'proq o'sha muhojirlar istiqomat qiladigan joy o'rtasida farq umuman yo'q. Faqat endi shu ko'proq yangi barpo etilgan tumanlar bo'lgani uchun, shu muhojirlar kelib joylashgani uchun shunaqa deyiladi aslida. Ilgari bu joylarda ham shvedlar yashashgan.
yuqorida aytib o'tganimdek, hammasi bir xil. Mana o'sha va'da qilingan sushi tayyorlash jarayoni. Roll. Mana bu haqiqiy shimol qizil balig'i. Laks deyiladi. Endi losos deyishadi, bilmadim endi. Lekin bu haqiqiy o'sha shimol qizil balig'i juda ham mazali. Bu yerda roll. Endi xonadon egalarining ruxsati bilan olamiz albatta. Bay turishini qaraylik. Juda ham mazali. Avokadoligi mana tayyorgarlik jarayoni. Kelinglar. Mana biz aslida mehmonga kelgandik, lekin kutilmaganda sovg'a. Rituals bu juda ham mashhur kosmetik brend, to'g'rimi? Rituals. Juda ham xursandmiz ukamizga, xonadonlariga fayz baraka bersin. Juda ham ajoyib, kutilmagan bo'ldi. Rahmat.